Agar siz pensiyaga chiqishga yaqinlashgan bo'lsangiz yoki ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, yaqin qarindoshingiz pensiya rasmiylashtirmoqchi bo'lsa, bugungi mavzu siz uchun juda muhim. Chunki ko'pchilik faqat mehnat daftarchasida yozilgan ish yillari pensiyaga hisoblanadi deb o'ylaydi. Aslida esa ayrim holatlarda odam ishlamagan bo'lsa ham yoki oddiy ish joyida bo'lmagan bo'lsa ham unga qo'shimcha ish staji hisobga olinishi mumkin. Bu esa pensiya tayinlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Men bugun kimlarga qo'shimcha ish staji qo'shilishi mumkin? Qaysi davrlar stajga kiradi? Qaysi holatlarda odamlar xato qiladi? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Qayerga murojaat qilish lozimligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday mavzularda bitta hujjat yoki bitta yil odamning pensiyasiga jiddiy ta'sir qiladi. Avvalo asosiy narsani tushunib olaylik. Pensiya tayinlashda ish staji deganda faqat odam korxonada ishlab, oylik olib yurgan yillari emas, balki qonunchilikda belgilangan ayrim boshqa davrlar ham nazarda tutiladi. Masalan, harbiy xizmat, bolani parvarish qilish davri, ayrim o'qish davrlari, nogironligi bo'lgan shaxsni yoki muhtoj oila a'zosini parvarish qilish kabi holatlar amaliyotda muhim bo'lishi mumkin. Oldin ko'p narsa qog'oz hujjatlarga, mehnat daftarchasidagi yozuvlarga, korxona arxivlariga bog'liq edi. Odam bir joyda ishlagan, lekin mehnat daftarchasiga noto'g'ri yozilgan, muhr bosilmagan, buyruq raqami ko'rsatilmagan, korxona tugatilgan arxiv topilmagan bo'lsa, o'sha davrni tasdiqlash juda qiyin bo'lardi. Natijada odam haqiqatda ishlagan 20 yilining 2-3 yilini isbotlay olmasdi. Pensiya miqdori kamayardi yoki zarur staj yetmay qolardi. Hozir esa elektron tizimlar rivojlandi. Ish haqi, soliq, ijtimoiy to'lovlar, bandlik, mehnat shartnomalari bo'yicha ma'lumotlar asta-sekin elektron bazalarda jamlanmoqda. Lekin bu hamma muammo hal bo'ldi degani emas. Ayniqsa 1990 yillar, 2000 yillarning boshidagi ish davrlari kolxoz, shirkat, xususiy korxona, yakka tartibdagi tadbirkorlik, mavsumiy ishlar, chet elda ishlash, arxiv hujjatlari bilan bog'liq muammolar hali ham ko'p uchraydi. Eng muhim o'zgarish shundaki, bugun fuqaro o'z stajini faqat mehnat daftarchasiga qarab emas, balki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar orqali ham isbotlashga harakat qilishi mumkin. Bundan tashqari, qonunchilikda ayrim ijtimoiy ahamiyatga ega davrlar mehnat stajiga qo'shilishi belgilangan. Demak, odam o'z huquqini bilsa, qo'shimcha bir necha yil stajni hisoblatishi mumkin. Bilmasa, shunchaki stajingiz yetmaydi degan javob bilan qaytib ketishi mumkin. Birinchi navbatda pensiya yoshiga yaqinlashgan erkaklar va ayollar e'tibor berish kerak. O'zbekistonda umumiy tartibda erkaklar va ayollar uchun pensiya yoshiga oid belgilangan qoidalar bor, lekin amalda pensiya tayinlashda yoshning o'zi yetarli emas. Kerakli ish, staji ham bo'lishi kerak. Agar staj yetarli bo'lmasa, pensiya turi, miqdori yoki tayinlanish tartibi o'zgarishi mumkin. Shuning uchun 50 yoshdan oshgan har bir inson o'z stajini oldindan tekshirtirib qo'ygani yaxshi. Ikkinchi guruh mehnat daftarchasida uzilishlar bo'lgan odamlar. Masalan, odam 1998-yilda ishga kirgan, 1995-yilda ishdan chiqqan, keyin 1998-yilda boshqa joyga kirgan. Oradagi 3 yil bo'sh ko'rinadi. Lekin shu 3 yil ichida u bola parvarishlagan bo'lishi mumkin. Harbiy xizmatda bo'lgan bo'lishi mumkin. Kasb hunar yoki oliy ta'lim muassasasida o'qigan bo'lishi mumkin. Nogiron qarindoshiga qaragan bo'lishi mumkin. Mana shu davrlarning ayrimlari sharoitga qarab stajga qo'shilishi ehtimoli bor. Uchinchi guruh ayollar, ayniqsa bir nechta farzand tarbiyalagan ayollar ko'p hollarda o'z huquqlarini bilmaydi. Ayol ishlagan, keyin tug'ruq ta'tiliga chiqqan, bola parvarishlagan, so'ng yana ishga qaytgan bo'lishi mumkin. Ba'zida mehnat daftarchasida faqat ishga kirgan va chiqqan sanalar turadi, lekin bola parvarishi davri alohida tushuntirilmagan bo'ladi. Ayollar, men 5 yil uyda o'tirdim, demak bu yillar kuydi deb o'ylaydi. Aslida esa bola parvarishi davrining ma'lum qismi qonunchilikda belgilangan tartibda stajga olinishi mumkin. Bunda farzandning tug'ilganlik guvohnomasi, mehnat ta'tili haqida buyruqlar, ish beruvchi ma'lumotnomasi kabi hujjatlar muhim bo'ladi. 4-guruh harbiy xizmatni o'tagan erkaklar. Ko'pchilik yigitlik davrida majburiy harbiy xizmatda bo'lgan. Lekin keyin pensiya rasmiylashtirishda harbiy biletni topolmaydi yoki undagi yozuvlar aniq bo'lmaydi. Harbiy xizmat davri odatda stajga ta'sir qilishi mumkin, lekin uni tasdiqlash kerak. Masalan, fuqaro 1994 yil may oyida armiyaga ketgan.
1996 yil iyun oyida qaytgan. Bu qariyb 2 yil. Agar bu davrni isbotlamasa pensiya hisobida 2 yil yo'qoladi. 2 yil oddiy raqam emas. Ba'zan aynan shu 2 yil minimal talab qilinadigan stajni to'ldiradi. 5-guruh nogironligi bo'lgan shaxsni yolg'iz keksani yoki doimiy parvarishga muhtoj oila a'zosini qaraganlar. Bu masala juda nozik. Har qanday men qaraganman degan gap stajga avtomatik kirmaydi. Parvarish haqiqatan ham rasmiy belgilangan, tibbiy xulosa bo'lgan, ijtimoiy organlarda qayd etilgan yoki tegishli hujjatlar bilan tasdiqlangan bo'lishi kerak. Agar odam yillar davomida guruh nogironligi bo'lgan yaqinni parvarish qilgan bo'lsa, lekin buni rasmiylashtirmagan bo'lsa, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Shuning uchun bunday vaziyatda hujjat masalasi juda muhim. 6-guruh. Yakka tartibdagi tadbirkorlar, dehqon xo'jaligi a'zolari, fermer xo'jaligida ishlaganlar, norasmiy ishlaganlar. Bu yerda asosiy savol: badallar, soliqlar rasmiy ro'yxatdan o'tish, shartnoma va boshqa ma'lumotlar bormi? Agar odam men bozorda 25 yil savdo qilganman desa, lekin ro'yxatdan o'tmagan, soliq to'lamagan, patent yoki guvohnoma bo'lmagan bo'lsa, bu davrni stajga kiritish juda murakkab. Aksincha, VTT sifatida ro'yxatdan o'tgan, belgilangan to'lovlarni qilgan, hujjatlari saqlangan bo'lsa, bu davrlarni hisoblatish imkoniyati ancha yuqori bo'ladi. Birinchi misol: Dilbar opa 7 yoshga kirdi va pensiya uchun murojaat qildi. Mehnat daftarchasida 24 yil ish staji ko'rindi. Lekin tekshirilganda u 3 nafar farzandni tarbiyalagan, har bir farzand tug'ilgandan keyin ma'lum muddat bola parvarish ta'tilida bo'lgan. U men o'sha paytda ishlamaganman, uyda o'tirganman deb o'ylagan. Aslida ish joyi saqlangan holda rasmiy bo'lib parvarish ta'tili berilgan bo'lsa, tegishli davrlar, hujjatlar bilan stajga qo'shilishi mumkin. Natijada uning umumiy staji bir necha yilga o'sishi ehtimoli paydo bo'ladi. Bu esa pensiya hisobida juda katta farq berishi mumkin. Ikkinchi misol: Bahrom aka 6 yoshga yaqinlashgan. U 1990 yillarda 2 yil harbiy xizmatda bo'lgan. Keyin zavodda ishlagan. Pensiya jamg'armasiga borganda mehnat daftarchasida armiyaga oid yozuv yo'qligi aytilgan. Bahrom aka harbiy biletini topdi, unda chaqirilgan va bo'shatilgan sanalar bor edi. Shu hujjat asosida unga qo'shimcha 2 yil staj hisoblanishi mumkin bo'ldi. Agar u harbiy biletni e'tiborsiz qoldirganda, pensiya hujjatlarida 2 yil kamayib ketardi. 3-misol: Muhabbat opa 1934 yildan 2000 yilgacha qishloq xo'jaligi shirkatida ishlagan. Korxona tugatilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr noaniq buyruq raqami ko'rinmaydi. Bunday vaziyatda u tuman arxiviga murojaat qiladi. Agar arxivda ishga qabul qilish, ishdan bo'shatish, ish haqi hisoblash vedomoslari, buyruqlar yoki shaxsiy kartochka saqlangan bo'lsa, shu hujjatlar davrini tasdiqlashi mumkin. Demak, korxona yo'q bo'lib ketgani staj ham yo'q bo'ldi degani emas. Arxiv izlash kerak. 4-misol: Jamshid aka 12 yil Rossiyada ishlagan, lekin u yerda rasmiy shartnomasi bo'lmagan. Oylikni qo'lga olgan, hujjat qilmagan. Keyin pensiya oldidan men 12 yil ishlaganman, stajga qo'shinglar dedi. Mana shu yerda muammo chiqadi. Chet elda ishlagan davrni hisoblash uchun xalqaro shartnomalar, rasmiy sug'urta to'lovlari, ish beruvchi hujjatlari, migratsiya va mehnat shartnomalari muhim bo'ladi. Norasmiy ishlash esa kelajakda pensiya huquqiga jiddiy zarar yetkazadi. 5-misol: Bir ayol guruh nogironligi bo'lgan onasini 6 yil parvarish qilgan. U hech qayerda ishlamagan. Chunki onasi doimiy nazoratga muhtoj bo'lgan. Lekin u parvarishni rasmiylashtirmagan, ijtimoiy organlarda qayd yo'q, tibbiy xulosa nusxalari saqlanmagan. Endi pensiya oldidan bu 6 yilni stajga qo'shtirmoqchi. Bunday holatda isbotlash juda qiyinlashadi. Agar u boshidan parvarish bo'yicha tegishli tartibda ro'yxatdan o'tganida, hujjatlar saqlanganida imkoniyat ko'proq bo'lardi. Shuning uchun men doim aytaman, ijtimoiy holatni og'zaki emas, hujjat bilan yuriting. Agar sizning mehnat daftarchangiz tartibli bo'lsa, barcha ishga kirish va chiqish sanalari aniq bo'lsa, elektron bazalarda mehnat faoliyatingiz ko'rinib turgan bo'lsa, soliq va ish haqi ma'lumotlari mos kelsa, xavotir kamroq. Lekin baribir pensiyaga chiqishdan 2 yil oldin tekshirtirish kerak. Chunki xato ba'zan bitta harfda, bitta sanada, bitta muhda chiqadi. Agar siz 1990 yillar va 2000 yillar boshida ko'p joyda ishlagan bo'lsangiz, korxona nomi bir necha marta o'zgargan bo'lsa, xususiy firmalarda ishlagan bo'lsangiz, arxiv hujjatlar haqida oldindan o'ylang. Ayniqsa mehnat daftarchasida qabul qilindi deb yozilgan, lekin bo'shatildi, yozuv yo'q bo'lsa. Yoki aksincha bu pensiya tayinlashda savol
tug'dirishi mumkin. Agar siz ayol kishi bo'lib, farzandlar bilan uzoq yillar uyda bo'lgan bo'lsangiz, menda staj kam deb darhol tushkunlikka tushmang. Farzand tug'ilgan davrlar, ish joyingiz, ta'til buyruqlari, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya almashgan bo'lsa, tegishli guvohnomalar asosida tekshirtiring. Familiya o'zgarishi ham katta masala. Mehnat daftarchasida qizlik familiya, pasportda turmushdagi familiya bo'lsa, albatta nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak. Agar siz harbiy xizmatda bo'lgan bo'lsangiz, harbiy biletingizni hozirdan toping. Yo'qolgan bo'lsa, mudofaa ishlari bo'limiga murojaat qilib, ma'lumotnoma olish yo'lini surishtiring. Keyin topaman deb yurish kerak emas. Pensiya hujjatlarini topshirish vaqtida bitta hujjat yetishmasa, jarayon cho'ziladi. Eng katta xato: odamlar staj va ish haqi tushunchasini aralashtiradi. Staj pensiyaga huquq va uning ayrim hisob-kitoblariga ta'sir qiladi. Ish haqi esa pensiya miqdorini hisoblashda alohida ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Ya'ni siz 30 yil stajga ega bo'lishingiz mumkin. Lekin tasdiqlangan ish haqi ma'lumotlari past bo'lsa, pensiya miqdori kutilganidan kam chiqishi mumkin. Yoki aksincha, yaxshi ish haqi bo'lgan davrlar bor, lekin staj yetarli bo'lmasa muammo tug'iladi. Ikkinchi nozik jihat, har qanday o'qish davri avtomatik stajga qo'shilavermaydi. Odamlar ko'pincha men institutda 5 yil o'qiganman, stajga qo'shilishi kerak deydi. Bu masalada davr, ta'lim turi, o'qish shakli, qonunchilikdagi o'sha vaqtdagi talablar, keyingi mehnat faoliyati kabi omillar ahamiyatli bo'lishi mumkin. Shuning uchun diplomning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Arxiv ma'lumotnomasi, kunduzgi bo'limda o'qiganlik haqidagi ma'lumot, buyruqlar kerak bo'lishi mumkin. Bu masalani alohida tekshirtirish lozim. 3-nozik jihat. Bola parvarishi davri ham cheksiz miqdorda qo'shilmaydi. Men 5 farzandni katta qildim, demak 11 yil staj qo'shiladi degan tushuncha to'g'ri emas. Qonunchilikda bu borada aniq chegaralar va shartlar bo'ladi. Qaysi yoshgacha parvarish davri olinadi? Jami qancha muddat olinadi? Ish joyi saqlanganmi yoki yo'qmi? Bu masalalar muhim. Shuning uchun har bir farzand bo'yicha tug'ilganlik guvohnomasi bo'lishi yaxshi. Lekin bu hujjatlar avtomatik ravishda hamma davrni stajga aylantirib bermaydi. 4-nozik jihat, norasmiy ish stajga kirmasligi mumkin. Odam 10 yil ustachilik qilgan, qurilishda ishlagan, savdoda turgan, lekin hech qayerda rasmiy qayd etilmagan. Bu haqiqatda mehnat qilmagan degani emas, albatta. Lekin pensiya tizimi hujjat va to'lovlarga qaraydi. Shuning uchun yoshlar ham bugundan xulosa qilishi kerak. Bugun oylikni konvertda olsam ham bo'ladi degan qaror ertaga pensiyada zarar bo'lib qaytadi. 5-nozik jihat, guvohlar ko'rsatmasi masalasi. Ba'zan odamlar falonchi bilan birga ishlaganman, u guvohlik beradi deydi. Ayrim hollarda sud orqali faktni aniqlash masalasi ko'rilishi mumkin, lekin bu oson yo'l emas. Sud ham shunchaki ikki odamning gapiga qarab stajni tasdiqlab bermaydi. Arxiv izlanganmi, hujjatlar yo'qolganmi, korxona tugatilganmi, boshqa dalillar bormi, hammasi tekshiriladi. Shu sababli birinchi yo'l har doim rasmiy hujjatlarni topish bo'lishi kerak. 6-nozik jihat, familiya, ism, otasining ismida xatolar. Masalan, mehnat daftarchasida Xolmatova Dilbar deb yozilgan. Pasportda Xolmatova Dilbar bo'lishi mumkin. Yoki tug'ilgan sana bir joyda 12 mart, boshqa joyda 20 mart bo'lib qolgan. Bu mayda xato bo'lib ko'rinsa ham, pensiya tayinlashda hujjat sizniki ekanini isbotlash talab qilinadi. Bunday holatda fadaiy organlardan ma'lumotnoma, sud orqali hujjatning tegishliligini aniqlash yoki boshqa tartiblar kerak bo'lishi mumkin. 7-nozik jihat. Arxiv ma'lumotnomalarining sifati. Arxivdan olingan hujjatda faqat ishlagan deb yozilishi yetarli bo'lmasligi mumkin. Unda ishga qabul qilingan sana, ishdan bo'shatilgan sana, buyruq raqamlari, lavozim, tashkilot nomi, hujjat saqlanayotgan fond, ro'yxat, yig'majil raqami ko'rsatilsa yaxshi. Ish haqi bo'yicha ma'lumot kerak bo'lsa, oyma-oy yoki yillik ko'rsatkichlar alohida berilishi kerak. Shuning uchun arxivga murojaat qilganda juda umumiy ariza emas, aniq davr va maqsadni yozish zarur. Birinchi qadam, barcha hujjatlarni bir joyga yig'ing. Mehnat daftarchasi, harbiy bilet, diplomlar, o'qiganlik haqida ma'lumotlar, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tegishli hujjatlar, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi ma'lumotlari, YT guvohnomalari, soliq to'lovlari haqida ma'lumotlar, tibbiy xulosalar. Parvarish bo'yicha hujjatlar bo'lsa, hammasini alohida papkaga joylang. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchasini sinchiklab tekshiring.
Har bir ish joyi bo'yicha 3 ta narsaga qarang. Ishga kirgan sana bormi? Ishdan chiqqan sana bormi? Yozuv muhr va imzo bilan tasdiqlanganmi? Korxona nomi o'zgargan bo'lsa, bu haqda yozuv bormi? Agar bo'shliq bo'lsa, o'sha yillarda nima qilganingizni eslang. O'qiganmisiz, bola parvarishlaganmisiz, harbiy xizmatdamisiz? Boshqa korxonada ishlaganmisiz, tadbirkor bo'lganmisiz? 3-qadam pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga oldindan maslahat uchun murojaat qiling. Pensiya yoshiga yetguncha kutmang, masalan. Emesin 8 yoshli erkak yoki 23-24 yoshli ayol o'z hujjatlarini tekshirtirib, qaysi davrlar shubhali ekanini bilib olsa, keyingi 22 yil ichida arxivlarni topishga ulguradi. Oxirgi oyda yugurish esa stress, navbat, yetishmayotgan hujjatlar va kechikishga olib keladi. 4-qadam arxivga yozma murojaat qiling. Arizada to'liq ism familiyangizni, o'sha paytdagi familiyangizni, tug'ilgan sanangizni, ishlagan tashkilot nomini, taxminiy ish davrini, lavozimingizni yozing. Pensiya tayinlash uchun ish staji va ish haqi haqida arxiv ma'lumotnomasi berishingizni so'rayman deb aniq ko'rsating. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, bilgan nomlaringizning hammasini yozing. Masalan, oldin kolxoz bo'lgan, keyin shirkat xo'jaligi bo'lgan, keyin fermer xo'jaligiga aylangan bo'lishi mumkin. 5-qadam elektron ma'lumotlarni ham tekshiring. Hozir ko'plab davlat xizmatlari May.uz, soliq organlari, bandlik tizimlari orqali elektron shaklda ko'rinishi mumkin. Elektron mehnat daftarchangizdagi ma'lumotlar to'g'rimi? Ish beruvchi sizni rasmiy kiritganmi? Davrlar to'liq aks etganmi? Shularni tekshirish kerak. Agar hozir ishlayotgan bo'lsangiz, kadrlar bo'limida ma'lumotlaringiz elektron tizimda to'g'ri yuritilayotganini so'rang. 6-qadam xato topsangiz, uni darhol tuzating. Pensiyaga chiqqanda ko'ramiz demang. Mehnat daftarchasidagi xato, ismdagi farq, noto'g'ri sana, yo'qolgan buyruq, arxivda topilmagan ma'lumot vaqt talab qiladi. Ba'zan bitta arxiv javob bir necha hafta yoki oy vaqt olishi mumkin. Agar sudga murojaat qilish kerak bo'lsa, bu yanada ko'proq vaqt oladi. 7-qadam norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, vaziyatni o'zgartiring. Men buni ayniqsa yosh tomoshabinlarga aytaman. Bugun pensiya uzoqdek tuyuladi. Lekin 20 yil tez o'tadi. Rasmiy mehnat shartnomasi, soliqlar, ijtimoiy to'lovlar, elektron qaydlar sizning kelajakdagi huquqingizni himoya qiladi. Ish beruvchi rasmiylashtirmaymiz, lekin ko'proq pul beramiz desa, bugungi kichik foyda ertaga katta yo'qotishga aylanishi mumkin. 8-qadam, agar siz kimnidir parvarish qilayotgan bo'lsangiz, buni rasmiylashtirish imkoniyatini o'rganing. Tibbiy xulosa bormi? Nogironlik guruhi belgilanganmi? Parvarishga muhtojlik rasman tan olinganmi? Ijtimoiy organlarga murojaat qilish kerakmi? Shularni aniqlang, keyin men qaraganman deb isbotlashdan ko'ra, boshidan hujjat bilan yurish ancha oson. 9-qadam. Har bir hujjatdan nusxa oling va saqlang. Asl hujjatlar yo'qolib qolishi, yirtilishi, siyohi o'chishi mumkin. Skaner qiling, telefoningizga suratga oling, lekin faqat telefonga ishonib qolmang. Qog'oz nusxasini ham alohida papkada saqlang. Ayniqsa eski mehnat daftarchasi, harbiy bilet, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi va arxiv ma'lumotnomalari juda muhim. 10-qadam, rad javobi olsangiz, sababini yozma shaklida so'rang. Og'zaki bo'lmaydi degan gap bilan to'xtab qolmang. Qaysi davr nima sababdan hisobga olinmayapti? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi norma asosida rad etilyapti? Yozma javob bo'lsa, keyingi harakatni rejalashtirish oson bo'ladi. Zarur bo'lsa, yuqori turuvchi organlarga, huquqshunosga yoki sudga murojaat qilish masalasi ko'rib chiqiladi. Yana bir muhim maslahat, pensiya hisobida har bir insonning vaziyati alohida. Qo'shningizga bir davr hisoblangan bo'lsa, sizga ham aynan shunday hisoblanadi degani emas. Sizga hisoblanmagan davr boshqasiga ham hisoblanmaydi degani ham emas. Farq hujjatlarda, sanalarda, ish turida, to'lovlarda, qonun talablarida bo'ladi. Shuning uchun internetdagi umumiy gaplarga suyanib qolmasdan, o'z hujjatlaringiz bo'yicha rasmiy tekshiruvdan o'ting. Bugun biz juda muhim mavzuni ko'rib chiqdik. Qo'shimcha ish staji kimlarga hisobga olinishi mumkin? Asosiy fikr shuki, staj faqat mehnat daftarchasidagi oddiy ish yillari bilan cheklanib qolmasligi mumkin. Harbiy xizmat, bola parvarishi, ayrim o'qish davrlari, parvarish bilan bog'liq holatlar, rasmiy tadbirkorlik, arxiv orqali tasdiqlanadigan ish davrlari pensiya hisobida muhim rol o'ynashi mumkin. Lekin bularning barchasi hujjat, tartib va tasdiq talab qiladi. Men sizga tavsiya qilaman. Pensiyaga yaqin bo'lsangiz, hujjatlaringizni bugunoq tekshiring. Ota-onangiz yoki yaqinlaringiz pensiya yoshida bo'lsa, ularga yordam bering.
mehnat daftarchasini, harbiy biletni, tug'ilganlik guvohnomalarini, arxiv ma'lumotlarini yig'ing. 1 yil staj ham ba'zan juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, masalan, stajingizga harbiy xizmat, bola parvarishi yoki arxivdan topilgan ish davri qo'shilgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu mavzu faqat bugungi pensionerlarga emas, kelajakda pensiya oladigan har bir insonga tegishli.